Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, yuk beruvchi tomonidan yoki ishxona tomonidan Bartavoy kompyuterda sizga adres keladi va qanday qilib uni oson, qiynalmasdan topishni ko'rsataman. U uchun bizga Google kerak bo'ladi. Google ga kiramiz va mana bu yerda poisk degan joyda qarasak kamera, fotoapparatni rasmi bor, fotokameracha bor. Mikrofonchani yonida uni bosamiz va bizga bu skaner qilishda yordam beradi. Endi planirovkaga kiramiz. Planirovkada mana menda Vigrusga turibdi. Ertalab soat 8 ga. Bunga kiraman va bu yerda menga adresni mana ko'rsatib qo'yibdi. Qayerga borishimni. Mana Ostrada shunaqa joyga borasan deb qo'yibdi. Buni mana bunday qilib skaner qilib olamiz. Mana lupachani bossak rasmga oladi. Endi ekranni qo'l bilan kichraytiramiz va bizga kerak bo'lgan joygacha, mana link copyinggacha va vibrat tekst qilganimizdan keyin bizda Google o'zi avtomatik mana pastga e'tibor bersalaringiz, o'sha adresni topdi. Va buni yana lupa bilan qidiramiz. Mana biz boradigan joyimiz. Xo'p, qanaqadir gulishitl yasaydigan sex zavod ekan. Temirdan har xil narsalar yasaydigan joy ekan. Endi buni toshni koordinatini qanday olamiz? Pastroqqa qarasak agar odzivlarda bo'ladi yoki nimalarda bo'ladi. Undan ham osoni. Mana marshrut qilamiz. Marshrut qilgandan keyin turgan joyimizdan Google bizga o'zi avtomatik tarzda ochib ko'rsatadi qayerdaligini. Kartani ochib ko'ramiz. Qani biz o'sha joyga bora olamizmi? Katta yuk mashinalar bormi, yo'qmi? Sputnik orqali ko'rsak, mana bu yerda mana kartani har xil holati bor. Bunaqa holati bor, mana relf holati bor. Bizga Sputnik holati juda ham qulaylik yaratib beradi. Bunda mana uyda qanaqa turgani, o'sha binolarda qayerga borish, xullas hammasi bor. Endi buni biz qayerda joylashganligini ko'rdik va turgan joyimizdan mana natsionalka bilan olib ketmayaptimi bizni, kichkina yo'llarga tiqmayaptimi deb mana E4 bu Shvetsiyaning katta avtobahn nomeri hisoblanadi. Mana bu 34, 30 mana bu ko'klar ham katta trassa, katta yaxshi yo'l hisoblanadi. Mana bu yashilchalari natsionalkalarda ichi. Endi qarasak, yo'q, bizni yaxshi yo'l bilan olib boryapti. Natsionalkada ozroq yurilar ekan. Endi buni toshni koordinatasini olishni birdan ko'ramiz. Bitta orqaga bosamiz, mana nazat bo'ldi. Endi mana bu yozgan adresimizni krestik bilan tepadagini o'chiramiz. Va bo'ynagi bizga kerak bo'lgan joyni mana shu adresni ustiga bitta qo'limiz bilan bosib tursak, koordinat chiqdi. Va shu koordinatni o'zini ustiga bosib tursak agar kopiya bo'ladi. Kopirovat qilib olsak ham bo'ladi. Keyin yoki bo'lmasam o'zimizni planshetimizga tersak ham bo'ladi. Planshetga xo'p, planshetga terishni keyin yana ko'rsataman. Endi bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Shu adresni ko'rdik. Endi bizga ma'lumot kerak shu adres to'g'risida. Buni qanday qilamiz desangiz agar, bo'ynagi mana bu belgichani ustiga bossak, bu yerda salgina ko'tarsak odzivi degan joy bor. Odzivni o'qib ko'ramiz. Eta kompaniya shunaqa mana lishniya, svarishniya, masterskaya, xullas batafsil ma'lumot yozilgan bo'ladi. Agar bu katta firma yoki bir zavod bo'lsa, qayerdan kirishingiz, yuk tushirishingiz, semert to'ldirishingiz, xullas hamma ma'lumotlar odzivlarda bo'ladi. Qanaqa joy, bir xil joylarda tualet, hammomi bo'ladi, dushi bo'ladi, bizga endi keraklik bo'ladigan nimalari, xullas shu narsalarni hammasi batafsil yozgan bo'ladi odzivda. Keyin bu Google kartani afzallik tomoni Sputnikni. Xo'p, mana men turgan joyimdan bu ko'pincha namoz o'qiydiganlarga juda qulay keladigan nima. Men hozir mana xuddi mana shunday holatda turibman. O'zingiz turgan holatingizni
chap o'ng qilib to'g'irlab olganingizdan keyin, kartani maksimal darajada kichraytirganingizdan keyin qiblani aniqlasangiz hech qachon adashtirmaydi. Mana chap tomonimda Saudiya Arabiya Ka'batulloh turibdi. Qibla mana shu tarafda bo'ladi. Bu hech qachon adashtirmaydigan 100% to'g'ri analiz qilib beradigan nima qiblani topib berish uchun. Xo'p, foydali kontent deydimi, foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Hammalaringizga rahmat ko'rganlaringiz uchun.